Xitoy ijtimoiy taratqularida chiqqan bir senda 50 yoshlardagi bir Uyg'ur ayolning yig'ilish lageridan chiqqandan keyin salomatligining yaxshilanmaganligi va uzun o'tmay vafot bo'lganligi ko'rsatilgan. Lager shohidi Zumrat Davudning bildirishicha, bu ayol uning yaqin do'stining onasi bo'lib, burun Turkiyaga sayohatga borganlik uchun Xitoy doiralari tomonidan bir yig'ilish lageriga qamalgan. Lagerda 2 yil tutib turilgandan keyin salomatlik ahvoli nacharlashib qo'yib berilgan. Doktorxonada yotqizilgan bo'lsa-mu, hech qanday davolash unum bermay yaqinda vafot bo'lgan. Xitoyning yig'ilish lagerlariga qamalganlar turli qiynash va xo'rlashlarga uchrash bilan birga noma'lum dorilarni ishlatishga majbur bo'ladi. Bu sababli ruhiy va jismoniy jihatdan og'ir oqibatlarning kelib chiqadiganligi, hatto o'lim voqealarining yuz beradiganligi haqida nurg'un dalillar o'tirg'i chiqdi. Xitoy har fursatda bu lagerlarga qamalganlarning 90%ning qo'yib berilganligini aytib kelgan bo'lsa-mu, lekin Xitoy ommaviy taratqularida tarqalgan buningga o'xshash mazmunlar Xitoyning yolg'on aytganligini, Uyg'urlarning lagerlarda davomli xo'rlanayotganligini isbotlab bermoqda. Angliyada Uyg'urlarni xo'rlagan Xitoy doiralariga embargo yurgizish to'g'risidagi bir chaqiriqqa 145 ming odam imzo qo'yib, hukumatning millionlagan Uyg'urni lagerga qamishiga qarshi harakatga o'tishini talab qilgan. Imzo to'plash harakatini Angliyadagi Yahudiy xabarlari gazeti qo'zg'agan. Ma'lum bo'lishicha, Yahudiy xabarlari gazetining harakatiga Angliya parlamentining 152 nafar a'zosi imzo qo'ygan. Yahudiy xabarlari gazetining bu vaqtdagi uchurda to'plangan imzoning kelar hafta Doning ko'chasidagi 10-numurliq bosh ministerlik mahkamasiga topshirilganligi bildirilgan. Imzo to'plash harakati Angliyadagi har qaysi Yahudiy tashkiloti va sinagoglarining qo'llashiga erishgan. Malayziya dengiz okean tarmoqlari 10 oktyabr o'zlarining Janubiy dengiz tavalligida 6 Xitoy baliqchilik kemisini tutib turganligini va 60 nafar Xitoy paraxod xodimini qo'lga olganligini e'lon qildi. Malayziya dengiz qirg'oqi muhofazat atirdi bayonot e'lon qilib mundaq dedi. Bu paraxodlarning hammasi Xitoyning Chenghuangdagi tizimga oldirilgan. Paraxodda 6 kapitan va 54 paraxod xodimi bor. Ularning hammasi Xitoy fuqarosi. Malayziya dengiz tarmoqlari 2016 yildan 2019 yilgacha bo'lgan aralıqda Xitoy dengiz armiyasining Malayziya dengiz tavalligiga 89 qitim qonunsiz kirganligini bayqagan. Malayziya yaqinda Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Malayziyaning dengiz qirg'oqidan 200 dengiz milliy yiroqlikdagi dengiz tavalligida qisman egilik huquqi borligini o'ttirg'a qo'ygan. Malayziyaning tashqi ishlar ministri Hisamuddin parlamentda Xitoyni ochiq-oshkora ayblab, Malayziyaning Janubiy dengiz masalasida hargiz murassa qilmaydiganligini ta'kidlagan. Yaponiya tashqi ishlar ministri Toshimitsu Motegi Mongoliya bilan bo'lgan ikki taraflik strategik hamkorlikni texmo taraqqiy qildirishni umid qilamiz dedi. Yaponiya tashqi ishlar ministrligi e'lon qilgan bayonotga qaraganda, tashqi ishlar ministri Motegi Mongoliyadagi rasmiy ziyorati jarayonida tashqi ishlar ministri Xitoy Wang bilan ko'rishgan. Yig'in jarayonida Yaponiyaning Mongoliyani 236 million dollar qarz bilan ta'minlab, iqtisodini asliga keltirishga yordam berish qaror qilingan. Yig'indan keyin o'tkazilgan muxbirlarning kutib olish yig'inida Motegi kishilik huquq, erkinlik, qonun va demokratiyaning asosiy qimmat qarashini qo'g'daydigan Mongoliya bilan bo'lgan munosabatining muhimligini ta'kidlab, ikki taraflik strategik sheriklik munosabatini yanada taraqqiy qildirishni umid qiladiganligini aytgan. Kyoto agentligining xabar qilishicha, Motegi Mongoliya prezidenti Batulga va bosh ministr tomonidan to'liq qabul qilingan. Batulga bilan Motegi o'tirsidagi suhbatda Mongoliya temir yo'l ul aslahalarini taraqqiy qildirish va yer osti konlarini qazishda Tokio Ulan-Bator hamkorligini kuchaytirish to'g'risida muzokara olib berilgan. Armeniya armiyasi urush to'xtatish suhbati oxirlashib 24 soat ichida Ozarbayjonning Ganja shahriga boshqarilgan bomba bilan hujum qildi. Hujumda 9 kishi qazo qilib, 34 odam yaralandi. Ozarbayjon bosh taftish mahkamasi e'lon qilgan yozma bayonotida Armeniya qo'yib bergan boshqarilgan bombaning Ganja shahridagi fuqarolarning turalg'usiga tushganligi bildirildi. Bayonotda 9 kishining qazo qilganligi, 34 kishining yaralanganligi xabar qilingan.
Bayonotda aytilishicha, hujumda vayron bo'lgan uylarning qoldiqlarini oqtirish va qutqizish xizmatlari davomlashayotgan bo'lib, qazo qilganlarning 4 nafari ayol ekan. Yaralanganlar orasida 16 nafar ayol, 6 nafar kichik bola bor ekan. Armeniya armiyasi 27 sentabr Ozarbayjondagi Puxrala o'ltiraq rayoniga hujum qilgandan keyin Ozarbayjon armiyasi qarshi harakat qo'zg'ab, Jabroil va Xodrus shahrini va 30 necha yezini ishg'oldan ozod qilgan.